Robert Kiyosakiga savol berishgandiki, nimaga bir xil boy, nimaga kambag'al deganda u javob berganda ajoyib ham javob uslubiki, men unga keyinroq javob beraman dedi-da, haligi dars paytida xo'p dedi, 5 minut hozir pererv qilamiz-da, tanaffus qilamiz, shuni orasida bitta o'yin o'ynaymiz dedi. Cho'nchagidan 10 ta $100 qog'oz olib, mana dedi, hozirda har $100 pulni $10 pulga almashtiraman dedi. Deyish bilan ikkitasi shap turib talashib qolishdi. Shundan o'rnidan turdi. 500 bo'lishib olishdi, $50 berishdi. De keyin do kuldi-da, qaranglar dedi, haligi savol beruvdinglar, nimaga bir xil boy, nimaga kambag'al? Chunki dedi, men bu taklifni berdim. Ikkitasi tavakkal qilib, tez tahlil qilib, tez o'rnidan turib bu narsani olib oldi, $450 dan ishlab oldik ikkalasi deyapti. Shu paytda kimdir o'tirib, nima bu qilayotgan ekan, nima ishkali bor ekan, nima aldayotgan ekan yoki nima qilmoqchi ekan, o'ylanib o'tiribdi qolganlar deyapti. Bu ikkitasi ishni bitirib ketdi deyapti-da. Hayotda ham shunaqa-da. Hayotda ham shunaqa-da, berilgan vaziyatda tez tahlil qilib, tez qaror qabul qilib, tez ishga kirish kerak-da.